Assalomu alaykum. Bir kuni bitta ayol kishi bilan telefonda gaplashib qoldik. Yuzma-yuz gaplashavermayman, ayniqsa birga bir gaplashish mumkin emas. Endi qoidalarga amal qilamiz. Telefon orqali gaplashib qoldik. Shu suhbatimizdan bildimki, erlari Rossiyaga ketganlar 9 yilda kelib, 9 yil kuttirib, keyin kelib javoblarni berib ketibdilar. Endi shunga 10 yil bo'libdi. Yigitlar, erkaklar, insof qilaylik. Bu darajada noinsoblik, bu darajadagi zulm qilmaslik kerak ayol kishiga. Mayli kutadurlar. Endi masalan o'zimiz erkaklar nafsimiz yomon. Ozgina ko'proq yurib qolsa, Rossiyada yursak yo Koreyada boshqa darrov o'ylanib olamiz. Onalarimiz erga tegib olishmaydi-ku. Chidashadi. Onalarimiz, ayollarimiz madoratlariga qoyil qolsa bo'ladi. Haykal qo'ysa arziydi. Urush paytida ayniqsa ko'pchilik erkaklar o'lib ketishgan, onalarimiz chidashgan. Kattiya deymiz. Buvimizlar yerdan o'sha opodda urushdan qaytib kelmaganlar. 5 ta farzandni o'zlari katta qilganlar. Institutlarda o'qitganlar 3 ta o'g'illar. Hammalarni o'yli-joyli qilganlar. Qandoq matonatli, irodali onalarimiz bo'lishgan. Shunday onalarga, ayollarga qarshi bunaqa zulm qilishlik juda yomon narsamikin. O'ylab ko'raylik, oldin o'zimizga pichoq uraylik. Rossiyada yuravermaylik ko'p. Shunaqa.